Assalomu alaykum. 6-12 aprel haftaligi davomida biznes va marketing olamida bo'lib o'tgan yangiliklarga bag'ishlangan dayjestimizni boshlaymiz. Demak, o'tgan hafta bir necha yangiliklar bo'lib o'tdi. Ulardan birinchisi Yandex O'zbekiston kompaniyasi futbol bilan o'zining birlashuvini, ya'ni futbolga homiyligini e'lon qildi. Eng qiziqarli tarafi shundan iboratki, Yandex kompaniyasi o'zining hamkori sifatida qandaydir bir kuchli O'zbekistonda chempionlikka kurashayotgan klublarni emas, balki kuch jihatdan ikkinchi o'rinda turadigan liga Pro Liganing hamkori va aynan Pro Ligada harakat qiladigan G'azalken futbol klubining hamkorlikni e'lon qildi. G'azalken jamoasining birinchi o'yinida o'sha simvolistski to'p kiritishni Yandex kompaniyasining rahbari, O'zbekistondagi rahbari Izzat Shukurov amalga oshirdi va umuman o'zi Yandexning juda ham harakati juda ham qiziq bo'ldi, ya'ni kuchli jamoalarga emas, balki rivojlanayotgan yosh jamoalar bilan hamkorlikni e'lon qildi. Lekin bu yerda men boshqa bir narsaga e'tiboringizni qaratgan bo'lardim. Bevosita G'azalken futbol klubiga qayta tiklangan bir yangi eski klub desak ham bo'ladi, lekin uning juda ham qiziqarli holati nimadaki, G'azalken futbol klubining hozirgi kundagi yangi rahbari bu G'ayrat Hasibulin bo'ladi. Uni ismini eshitmagan bo'lsangiz ham uni qilgan ishlarini aniq bilasiz. Bu Chempionat Aziya saytining asoschilaridan biri hisoblanadi va undan tashqari o'sha O'zbekistonning eng mashhur futbolchisi Abduqodir Husanovning futbol agenti hisoblanadi. Ushbu futbol klubining aynan ishining to'g'ri yo'lga qo'yilganligidan yana bitta dalolat, ya'ni kuch jihatdan ikkinchi darajali ligaga endi yoshlardan iborat bo'lgan klub o'zining marketingdagi to'g'ri harakatlari orqali birinchidan kuchli homiylarni jalb qila oldi. Ikkinchidan o'sha G'azalken futbol klubining birinchi o'yini Superliga klublarining ayrimlarining o'yinlaridan-da ko'ra ko'proq muxlisni o'zida yig'a oldi. Shuning uchun G'azalken futbol klubiga ham Yandex kompaniyasining ushbu klub bilan hamkorligiga ham omad tilayman. Bugun menimcha O'zbekiston tarixida juda ham bitta tarixiy kun bo'ladi degan umiddaman. Sababi bugun Javohir Sindarov, o'zbekistonlik shaxmat grossmeysteri, nomzodlar turnirida o'zining Anishgiriga qarshi bo'lgan o'yinini o'tkazadi va agar ushbu o'yinda Javohir hattoki durangga ham erishsa, Javohir Sindarov O'zbekiston tarixida birinchi marta jahon chempionligi uchun bo'lib o'tadigan bahsda qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Javohirning imkoniyatlari juda ham yuqori, sababi agar bugun yutqizgan taqdirda ham so'nggi turda hattoki durangga erishsa ham, ya'ni keyingi turda Javohir baribir ushbu pretendentlar turnirining g'olibi bo'ladi va o'sha jahon toji uchun hindistonlik Gukeshga qarshi matchda qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Bu O'zbekiston tarixidagi juda ham yuksak natija hisoblanadi, sababi shaxmatda hali hech qaysi bir shaxmatchimiz jahon toji uchun bo'lgan matchda qatnashmagan. Lekin bu yerda men boshqa narsaga e'tiboringizni qaratgan bo'lardim. Aynan marketing qismiga, ya'ni biz bilamiz juda ham ko'p sportchilar bilan bizning brendlar hamkorlik qilishga harakat qilishadi va bu yerda juda ham muhim narsaga e'tiboringizni qaratgan bo'lardimki, ko'pincha agar siz biron bir yulduzni o'zingizga ambasador qilmoqchi bo'lsangiz, bir harakat oldinga o'ylashingiz kerak. Misol uchun, to'g'ri, Javohir O'zbekistondagi top shaxmatchi, jahondagi top shaxmatchi, uni barchamiz bilamiz, lekin yaqin oragacha O'zbekistonda u Nodirbek Abdusattorovdan keyingi shaxmatchi sifatida qaralgan va men o'zim insight sifatida aytishim mumkinki, hattoki 2-3 oy oldin ham hamkorlik uchun Javohirning menejerlari o'zlari sponsor qidirib yurishgandi, lekin mana hozir men 100% uverin bo'lamanki, kompaniyalar очередga turishadi Javohir bilan hamkorlik qilish uchun. Lekin narx 3-4 baravar qimmatroq bo'ladi. Men bilaman, o'sha hozirgi kunda 2 yoki 3 ta mahalliy kompaniyalar Javohir bilan hamkorlik qilishyapti va aynan mana shunday narsalarda juda ham e'tibor qaratish kerak bo'lgan muhim joyi shundanki, bir qadam oldinga o'ylash kerak, ayniqsa sport sohasida o'sha potensial sportchilar bilan hamkorlikni voqeliroq o'rnatish kerak. Bizlarda ham shunga o'xshash bir voqea bo'lgan. 2020-yilda biz bitta juda ham katta brend bilan hamkorlik qilayotgan vaqtimizda bir bokschi bilan hamkorlik qilish haqida gap ketganda, men o'zim juda ham qattiq aynan Bahodir Jalolovni tanlash kerakligini, aynan potensial nuqtai nazardan va yulduzlik nuqtai nazardan eng zo'r variant Bahodir Jalolov bo'lish kerakligini qattiq rekomendatsiya berganmiz, lekin afsuski brend vakillari chempion emas, hali erishadimi yo'qmi, keling boshqasini tanlaymiz deb boshqa bokschini tanlashgan. Bugungi kunda
nafaqat bugungi kunda oradan yarim yil o'tib Bahodir Jalolov Tokio Olimpiadasining g'olibi bo'lgan, ikkinchi bokschi esa ko'p mag'lubiyatlarga uchrab, bugungi kunda albatta solishtirib bo'lmaydigan darajadagi yulduz darajasida hozir solishtirib bo'lmaydi bu ikkita bokschini, lekin aytmoqchi bo'lganim, mana shunday xatoliklarni qilish kerak emas. Javohirga bugungi o'yinda albatta omad tilaymiz, nafaqat bugungi o'yinda, balki Xudo xohlasa o'sha matchda ham Javohir O'zbekistonga shaxmat tojini olib kelishiga tilab qolamiz va umidvormiz. Uzcard to'lov tizimi o'zining yangilangan logotipi va yangi sloganini e'lon qildi, rebranding qildi deb aytsak ham bo'ladi. Locals kompaniyasi bilan birgalikda qilingan yangi ish, kompaniyaning xabar berishicha o'sha zamonaviy fintech yechimlar orqali o'zingizni hayotingizni osonlashtiring degan maqsadda o'sha o'zining mijozlariga qulay yashang shiori ostida yangi brend platformani e'lon qilishdi. Juda ham qiziq va juda ham yaxshi ish. Ko'ramiz qanchalik Uzcard kompaniyasi nafaqat tashqi ko'rinish nuqtai nazaridan, balki ishlash nuqtai nazaridan ham o'zgarishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. OpenAI kompaniyasi, ya'ni ChatGPTni o'ylab topgan kompaniya rekord darajadagi investitsiya jalb qildi. O'zining sun'iy intellekt infratuzilmasini yanada rivojlantirish maqsadida kompaniyaning 852 milliard dollar baholanishi natijasida 122 milliard dollarni jalb qildi. Juda ham katta investitsiya hisoblanadi. Asosiy investorlar bu Amazon, Nvidia, SoftBank kompaniyalari bo'lib chiqdi. O'zi umuman OpenAI hali ham IPOga chiqmagan xususiy kompaniyalardan eng kattalari sifatida qaralyapti. Men o'ylashimcha IPOga chiqqan zahoti hozirga o'sha 852 milliard dollar baholanishi 3-4 baravar oshib ketsa kerak. OpenAI kompaniyasining ishlashi va bugungi kundagi qilayotgan mahsulotlari juda ham zo'r. Menimcha sizlarning ham ko'pchiligingiz ularning mahsulotlaridan foydalanasizlar va ushbu raund ham OpenAIning yirik IT gigantlar safiga qo'shilib borayotganligiga yaqqol misol. 6-12 aprel haftaligida bo'lib o'tgan asosiy yangiliklar shulardan iborat. Biznes va marketing olamidagi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, iltimos, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Rahmat, xayr.